Mahalladagilar bugun topgan pulimni hech kimga aytmanglar, bo'lmasa mahallada duv-duvga bo'lib ketadi. Bugun 8-iyun soat 11:30da ishga tushdim. Birinchi sloy shtukaturka qilishni boshladim. Raqib klientlarni o'zimga tortib olaman. Ishni yashin tezligida tugatishim kerak. Garaj aylanasiga 21 metr 90 cm, ichki tarafi 21 10 cm. Garajning o'rtasida bo'lingan devorning razmeri 960 cm. Garaj balandligi 2,5 metr, ko'paytirsak 131,5 kvadrat bo'ldi, 100 rubldan. Birinchi o'rin garaj orqasini shtukaturka qildim, yomg'ir quydi. Keyin ichkariga kirib, ichkarida ishladim. Ichkarini tugatdim, yomg'ir tindi. Tashqariga chiqib garaj yonboshini qildim. Keyin ikkinchi yonboshini qildim. Keyin garaj oldini shtukaturka qilib tashladim. Garaj ichini 1 sekundda qilib tashlayman. Soat 10:30 bo'ldi, garajni tugatdim. Biratan 15-iyun kuni Telegram kanalimda webinar o'tkazaman. O'tkazib yubormang, imkoniyatdan foydalanib qoling. 10 soat ishlab 13.150 rubl ishlab topdim. Biratan shu videoga bitta like bosib qo'ying, iltimos, shuncha mehnat qilyapman. So'mda 2,77,000 pul bo'ldi.